Aka, mana nima qoldi? Ustiga tashlang, oldiga o'tib. Qani ichkiga boraylik, hozir gaplashamiz. Odamini qara ko'pligini. Shu o'zidan ketgan o'zi avtobus shofirlari, aka. Og'ayni nima qilyapsan? Assalomu alaykum. Nima bo'lyapti, aka? Ha? Yo'lingga qarab chiqa olmayapsanmi? Chiroyli gapiring, aka, insonmiz. Qanaqa gapiryapman? Chiroyli tushuntirsangiz tushunaman, aka. Nima bo'lyapti? Ne grubillashyapsiz? Siz guruhlashyapsiz, aka. Nima muammo bo'lyapti? Nimadir xolos. Nima qilyapsan, og'ayni? Assalomu alaykum. Tinchlikmi, aka? Ne siqitlashyapsan? Yo'q, siqib qo'yganmiz, aka. Uzr, insonmiz-ku, to'g'ri tushunasiz, aka. To'g'ri yurgan keyingi safar, xonmi? Bo'ldi. Avvallari o'zimni o'ylar edim, jasur edim. Endi esa onamning ko'zlarini ko'raman, har qo'rquvida. Meni o'lim emas, onamni bolam deb yig'lashi qo'rqitadi. Onajonim, sizni juda ham yaxshi ko'raman.